Assalomu alaykum, qadrli YouTubedoshlar, sizlar bilan Kaizen va biz bugun sizlar bilan birgalikda Mal Simulator o'yinini o'ynab chiqamiz. Ya'ni bugungi biz o'ynaydigan simulator o'yinimiz Targoviy Center Simulator bo'ladi. Sizlarga ko'rsatishdan oldin ozgina o'yinni o'zim o'ynab ko'rdim. Juda ham yaxshi, qiziq o'yin ekan. Bizni qiladigan ishimiz akalar, narsa sotib olamiz, do'konga qo'yamiz, taxlaymiz, narxlarini belgilaymiz va sotishga tushamiz. O'yinimiz darajamizni oshirib boramiz akalar, galma-gal bir chekkadan. Juda ham yaxshi. Ya'ni darajamizni oshirib borishimiz juda ham yaxshi. Tak, bizda hamma narsamiz deyarli bor ekan. Bitta to'plarimiz, ya'ni koptoklarimiz yo'q ekan. Olsak va hamma yog'ini to'ldirib o'yinni boshlasak. Va unda bugungi kunni boshlaymiz akalar. Xo'sh, Targoviy sentrimiz ochildi, ya'ni sentrimiz Kaizen nomi, ya'ni biz Targoviy sentrimizni molimizni nomi Kaizen Center. Mana yozib ham qo'yganman o'zim, Kaizen Center. Va bugungi birinchi mijozimiz. Xo'sh, siz qancha narsa borligini ko'rmay qo'ya qolsin. Bo'lmasa pulimiz ko'pligi bo'lib qoladi. Opa, biz bunga $6 qaytararkanmiz. Juda ham yaxshi. Opa, ko'k futbolkani oldingizmi? Yaxshi. Sizga yarashadi. Bu opaga ham $6 qaytaramiz. Opa. Kaptokka kelayapti. Hozircha birozimiz akalar eplab turamiz. Keyinchalik ish qo'yamiz. Hozircha birozimizni eplab turamiz. Bu akamiz ko'k futbolka, bitta shuba olibdi. Xo'sh, opa, qora shuba oldingizmi? Kartalarni yechamiz. Yechsak bo'ldi. Tak, 70-80, 150. Hop, yechdik. Sal-pal Trampga o'xshab ketar ekan soch. Yana motor uchun emas, faqat sochi. Opa, ko'k futbolkamiz yoqdimi? Sizga o'zi yarashadi. Bu yerda yana mijozlarimiz kutib qolishdi bizni. Xo'sh, aka, sizga qancha qaytarishimiz kerak ekan? $36. Xo'sh, 200. $6 qaytarishimiz kerak ekan. O'zi bitta klientimiz qoldi. Ikkita klientimiz qoldi. Keyin kiyim-kechakka bir qarab qo'yishimiz kerak. Klientlar kutib qolib ketishgandir. 4 dona klientimiz bor ekan. Ularga $15 qaytaramiz. Hop. $47. $9. Savdomiz juda ham yaxshi ketyapti. Yaqin orada 3-o'ringa ham chiqamiz. Shunga endi harakat. Xo'sh, $17. Tak. $70. Tak. $35 qaytarishimiz kerak ekan. Opa. $20.
dollar. 800 dollar. 48 dollar. Qaytarishimiz kerak. Qaytim. 115. 35. Ana yerda katta olganlar ham bor, eng qizig'i. 26 dollar. Xo'sh. 18 dollar qaytaramiz. Xo'sh, sizda kartadami? 190 dollar yechamiz. Hop. 180 dollar yechamiz. Hop, bugungi kunimiz tugadi. Endi hamma yo'g'ini joy-joyiga qo'yib akalar. To'ldirib, yetmaganini yana olib, sotib olib joyiga qo'yamiz. Bu qora paltoyimizdan, qora shubamizdan hali yana bugun bir kun yetadi. Tak, bizga demak 5 ta olov rang, 5 ta yashil futbolkamiz kerak bo'ladi. Ketdi. Kattogimizdan hoppa, hoppa. Tak, yana bitta olaveraylik. Hoppa. Bugun yetib qoladi. Hamma yo'limizni to'ldirib qo'ysak, ustiga a'lo nur bo'ladi. Yo, qiziq bo'ldi, hamma mayli. Xo'sh, akalar, ko'ramiz bugun 1025 dollar foydalanamiz. No, 2 marta sotib oldik bugunga. Hozirgina hamma narsani polностью taxlab qo'ygandik. Ertangi yangi kunga yangi kunni boshlab oldik. Tak, ko'ramiz. Biz ishchi olalarmikanmiz o'zimizga? Так, xo'sh, mashina, texnika, mebel. Menimcha hali ishchi ololmaymiz o'zimizga. Ha, mayli. Buni ham hali o'rganib ko'rib chiqamiz. Xo'p, opa, keling, nima olasiz? Yashil futbolkami? Sizga yarashadi. Qora shubamiz ham sizga zo'r turdi. Tak, 11 dollar. Qaytaramiz opaga. Opa, kattaga oldingizmi opa? 200 dollar. Ko'rdingizmi, narxidan bilaman-da opa. Men sotaman, narxini bilmasam endi uyat bo'lsa kerak opa. Tak. 44 dollar qaytarishimiz kerak ekan opaga. Opa ketdi. 140 dollar. Ketdi. Hop, 27 dollar. Ketdi opa. 165 dollar. Ketdi. Akaga 12 dollar qaytarishimiz kerak ekan. Hop, 20 dollar. 33 dollar. Tak, yaxshi. 31 dollar. Endi bitta kartoydan xabar olib qo'yib, bu yerda ham klientlar to'planib qolishibdi. 100 dollar yechamiz. Hop. 29 dollar. Hop. 43 dollar. Ketdi. 200. Bu yerda ham ozgina to'planib qolishibdi mijozlar. 45 dollarlik futbolkani olishga uyalmadingizmi opa? Shuncha pulliz bor.
ularga ham qaytaramiz. Sizga ham aka qaytim beramiz. Tak. $125. $32. $120. $160. $7. Qaytarishimiz kerak edi, qaytardik. $41. $27. Ketdi. $40. Tak. 125, 195. O'zi past yozib qo'yadi, endi ko'ribman. To'g'risi. Tak. Bugun savdoyimiz juda ham zo'r bo'ldi, akalar. Akalar, opalar, ukalar, singillar. Xo'sh. $27. $26. Eng qizig'i, targ'ib sentrimiz, do'konlarimiz yopildi, lekin klientlar hali ham shu yerda. Bu bizga yaxshi akalar, hissisi yo'q. Zarar qilmaydi. Qaytamga bizga foyda, bugungi kungi savdoyimizga. Bugun savdoni qattig'i bo'ldi lekin. Xo'sh, nimalar bor? Hech narsa qolmabdi akalar. Tak. Bugungi kunda unda yopsak ham bo'laverar ekan. Opa. $5000 savdo qilibmiz bugungi akalar, $5000. Tak. Endi bugungi kunga yaxshiroq tayyorgarlik ko'ramiz. Opa. Ketdi. Xo'sh. Ketdik, katta uylarning chekidan taqimiz. Xo'sh, katta uylarni tovarimiz ortiqcha zarar qilmaydi akalar. Keyingi kunga rasxodimiz kamroq bo'ladi. Bu bizga juda ham yaxshi foyda bo'ladi. Kerakli yukda og'ir yo'q deydi akalar, shunga o'xshab kerakli yukda hech qachon og'iri bo'lmagan. Hoppa. Hali do'konlarimizni hali ochmadik. Shubamiz o'zi shu 10 ta bo'ladi. Futbolkalarimiz 5 tadan turadi. Yangi tovarlarimiz ochildimikin? Yangi tovarlarga vishilka olishimiz kerak. Ko'rib chiqamiz. Kiyim-kechakda nimani kutyapti bular, savol. Sotib olishimiz kerak ekan.